Bizning kanalimizda eng ko'p sotilgan mashinalardan bittasi W211 bo'ladi. Albatta sizlarni sharofatinglar bilan nimaga? Sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar, videolar to'pga chiqadi va ko'proq odam ko'rib, ushbu mashinalarimiz sotilyapti. Bugun biz 200 mingta bo'ldik. Hammaga rahmat. Sotuvda 2008-yil restyling W211 narxini oldindan aytaman, $15,500 $2008-yil restyling 211 topa olmasanglar kerak. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, ushbu mashinamiz 2008-yil, 2003, 2004, 2005larini ham $15,000 dan balandroq sotishganini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ushbu mashinamizning narxini ancha yosh narxga beramiz. Y200 2 litrli kompressor motor, kompressorlarning ovozlarigacha baland ovozda ishlab turibdi. Mashinamizga 4 ta yaxshi yangi balon taqib qo'yildi. Akkumulyatorlarigacha yengilab qo'yildi, yengisidan qo'yildi. Ushbu mashinamiz metallika rang, bilasizmi? Metallika rang eng sotqin rang hisoblanadi. Nimaga? Bitta joyiga kichkina qilib sepsangiz ham bilinib qoladi. Shuni hisobiga yon tarafi, ya'ni shofyor tarafi qirilganligi uchun eshiklari bilan birga perexod qilib sepilgan, udari bo'lmagan. Tekshirsangiz bu narsa aniq bo'ladi. Yaxshi usta bilan kelsangiz, ustalar ham bemalol aytishadi. Mashinamizning salon holatlarida unaqa yomon bo'lib ketgan joylari yo'q. Bitta shu sidenasida ozgina yirtilgan joyini ko'rdim, o'tini to'g'irlatib olasiz. Mashinamiz 2008 260 ming radnoy probegda, narxini $15,500 ga beramiz. O'zimizga aloqaga chiqinglar, o'zimiz gaplashib, chiroyli muomalani qilib sotamiz. Bo'lish narxi shu. Bunaqa narxga 2008 restyling tinni holatda bo'lib turganini topa olmaysiz. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.